Hammaga salom azizlar. Hozir biz Samarqanddagi vazni 1 tonnaga yaqin bo'lgan, soni esa 250 dan ziyod bo'lgan bo'rdoqi buqalar boqilaydigan katta fermada turibmiz. Bugungi videoda buqa boqishga nech pul bilan kirish kerak? Aynan go'sht bo'yicha bo'ladi. Ular endi 1 tonnadan ziyod olib ketishi mumkin. Aka, bular вообще tinmayapti. Baqiradi, tezroq ana fermadagi sigirlarga olib qo'yasiz. Qo'y yorib boqishda afzalligi nimada? Bu uyda mana bog'lab boqishda afzalligi nimada? Ya'ni kirayotgan odam aniq bilish kerak. Ayniqsa buqaga juda ham aniq bilish kerakki, sigir boqish bilan buqa boqishda bir xil ekanda. Ko'pchilik qantarish mumkin emas, bu anavi sog'liqqa zarar deydi. Ro'za tutyapti ekan, davolatdi. Ergash aka, siz shu yerdami? Chorva bor joyda, men shu yerda. Salomat bo'ling. Bular boydan beri baqirayot hali uylanmaganmi deyman-da. Bular endi uylanadigan yoshga kirgan buqalar. Zo'r. Ergash akani taniysizlar. 4 ta 5 ta videolarimizning hammasiga o'zi ishtirok etyapti. Ergash akam bitta tomoniga baza qilaman, nima deysalaringiz, xohlagan savolimga doim javob beradi-da. Bilimi cheksiz desam bo'ladi. Nima deysiz? O'ziga yarasha. O'ziga yarasha. Ana borki, Habib Nurmagomedov yoshlikdan ayiq bilan o'qisa, siz buqalar, sigirlar bilan aloqa qilasiz-da. Mayli. Hayr. Aka, hammaga qiziq. O'tgan safargi videomizda sigir boqish bo'yicha bo'ldi. Endi bu videomiz aynan bo'rdoqi buqalar, novvoslar bo'yicha bo'lsin. Endi savol chorva, ya'ni buqa boqishda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berish kerak? Shu bo'yicha ozroq ma'lumot bersangiz. Xo'p, birinchi navbatda ozuqa bazasi, joyi. Ozuqa bazasini mustahkamlash kerak, joyini o'sha standartlar bo'yicha qurish kerak. Zo'r. Keyin boqadigan buqaning zotiga ahamiyat berish kerak. Zo'r. Videolar ketma-ketligida hammasini birma-bir patronini tushuntirib beramiz. Zo'r aka, o'tgan safar $60,000 deganingiz, bu safar buqa boqishga nech pul bilan kirish kerak? Buqa boqishga ko'p pul shart emas. Men o'tgan safar sog'im sigirni, ya'ni chetdan olib kelib, kattaroq kompleks qurmoqchi bo'lgan odamlar uchun aytganim. Buqa boqish bu uy sharoitida ham boqsa bo'ladi. Masalan, bitta buqa olib, oborotingizda pulingiz bo'lsa, bitta buqa olib, uni sotib ikkita ustiga qo'shib ketaversangiz bo'ladi. Agar nima qilib birdan kattaroq qurmoqchi bo'lsangiz, har birining alohida hisoblab chiqib, keyin ish ko'rganingiz maqsadga muvofiq. Xo'p. Aka, birinchi bo'lsa 10 ta buqani olaylik. 10 ta buqa boqishga nech pul bilan kirish kerak? Nimalar bo'ladi uni ichida, o'shalar bo'yicha ma'lumot bersangiz? Xo'p, birinchi o'rinda qoramolning o'sha buqani olayotganingizda zotiga ahamiyat berish kerak. Ya'ni zot tanlayotganda o'sha zotlar qimmat, arzon, mahallilar bor, chetdan keltirilganlar bor. Eng yaxshisi o'zimizga simental, eng zo'ri Angus. Angus. Yana bor, belgiyskiy ko'k bor, limuzin bor. Ular endi kirib kelyapti. Hozircha eng ma'quli Angus. Xalqimiz shularga ko'nikib bo'lgan. Angus bilan simental. Bular Galishtin mollari deb eshitdim-da. Bular Galishtin. Bularning suyagi katta va go'sht chiqimi pastroq bo'ladi. Ularga qaraganda. Ulardagi suyagi ingichka, go'shtbob buqalar, ya'ni go'shtni zo'r beradi. Aynan go'sht bo'yicha beradi. Ular endi 1 tonnadan ziyod olib ketishi mumkin. 1 tonna 200 gacha bo'ladi. Yo'q-a? Zo'r. Nimasi? Go'sht chiqimi, foiz chiqimda 65% gacha beradi. Zo'r. 65% gacha bergan bo'lsa, qolgani endi ana suyagi, endi sof go'sht chiqimida. Xo'p, aka, 10 ta buqani oldik. Endi simental dedingiz-a, Angus simental mollarni olgan yaxshiroq. Bozorlarda sotiladi, to'g'rimi? Primerda narxini bilasizmi? Dollarda qana qilsak, taxminiy narxlarni. Taxminiy narx 2000-3000 atrofida. 2000-3000 atrofida. Yosh buzoqlar. Ya'ni o'sha sutdan chiqib 5-6 oylik bo'lgan. Bu ham shu 60,000 ga boradi. 10 ta ona qilyapsiz-ku. Zo'r. Hay, endi aka bozorga bordik. Angusni ko'rdik. Nimalarga e'tibor berish kerak yaxshilarini? Aynan qanaqa mollar zotidan tashqari yana qanaqa belgilari bor? Gavda tuzilishiga ahamiyat berish kerak. Qanaqa bo'ladi gavda tuzilishi? Go'sht uchun bo'lsa 4 burchak shaklda bo'ladi. E'tibor bersangiz, go'sht uchun bo'lsa tanasi 4 burchak shaklda bo'ladi. Sut bo'lsa 3 burchak shaklda bo'ladi. Ya'ni tana konstitutsiyasi deydi. Keyin o'sha zotning sof zotliligiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'sha sof zotlilik belgilari bor har birida. Onasi ana bo'lishi kerak. Yo'q.
o'zida sof-sotlilik belgilari bor. Masalan, anguslar rangi qora, kal, ya'ni shoxsiz. Oyoqlaring kalta. O'sha. Sementalda rangi qizil, oq aralashgan. Ko'proq qizil ola galishtinga o'xshab ketadi. Lekin sementalda o'sha tanasining shakli bo'yicha sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni to'rtburchak bo'ladi-da. Go'shtga go'shtbob bo'ladi. Zo'r. Aka bitta kino ko'rdimda. Ana molda xosiyatligini bilish uchun tanglayida qanaqadir bir ana bo'lish kerak, xona bo'lish kerak deydi. Yo'q, irim-sirimlarga ishonmang. Yo'q, unaqa narsalar. Irim-sirimlar yo'q. Zo'r. Mana qarang, ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi aka? Mang. Ana aka. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Ko'rdim. Sigirni tanglayda xoli bor. Tanglayda xoli bor sigir xislatli bo'ladi. Xislatli sigir ro'zg'orga baraka keltiradi. Bo'pti, olaman. Narxini ayting. Bo'ldi, bunisini bozordan o'sha aytganingizda standartlar bo'yicha oldik. Endi bularni ratsioni qanaqa bo'ladi? Yem, ana ozuqalari. Ozuqalariga kelsak, o'sha bularga yem ko'proq beriladi. Doimiy oldida ozuqa turishi kerak bo'ladi. Doimiy yem turishi kerak. Doimiy turishi kerak. O'sha mineral, masalan, bu yerda tuz turibdi. Keyin minerallarga bo'lgan talabini qondirish uchun minerallar qo'shish talab etiladi. Har doimgidek silos, sinaj. Ular hammasini aralashtirib berishingiz kerak. Barchasini. Bu ham nam holatda. Nam holatda. Tarkibiga e'tibor berish kerak. Protein bilan kraxmalning nisbati, ya'ni qand protein nisbati bo'ladi. O'shanga e'tibor berib boqsak, bularga shu asosni kraxmaldan ko'ra protein ko'p muhim. Kraxmal sut uchun muhim. Protein bularning sof go'sht yig'ish uchun juda zarur hisoblanadi. Aynan bu yemlarni hozir biz O'zbekistondagi eng katta bo'lgan va kuniga 500 tonnadan ziyod chorva yemlari ishlab chiqaradigan chorvachi zavodida turibmiz. O'zbekistondagi 80% birinchi navli chigit aynan mana shu zavodga keltiriladi. Ko'rib turgan mana shu birinchi navli chigitingizdan 3 xil mahsulot, ya'ni paxta shiroti, shirot paraxasi va paxta shluxasi olinadi. Buqalaringiz sifatli vazn olishini xohlasangiz, paxta shirotini berishingiz kerak. Nimaga? Buni protein foizi 46% tashkil etgan bo'lib, videodagi 5000 dan ziyod mollar mana shu mahsulotni yeb 90 kunda 100 kilogramdan ziyod vazn olgan. Videoda Ergash aka aytgan eng kerakli paxta shluxasi mana shu ko'rib turgan mahsulotlar hisoblanadi. Ko'rib turganlaringiz juda ham quruq holatda turibdi. Sigiringizdan kuniga 40 litrdan ko'proq sut olishni xohlasangiz, mana shu paxta shluxasi eng kerakli vosita hisoblanadi. Chorvadorlarimizning eng sevgan mahsuloti shirot paraxasi hisoblanadi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki molni tezroq vaznga olib chiqadigan mahsulot aynan shu. Hozirgina laboratoriya xulosasi shuni aytdiki, buning yog'dorligi 8% dan yuqori chiqqan. O'sha uchun tezroq bu mahsulotni olishlaringiz kerak, chunki juda ham talabgir mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotlarimiz ham qoplangan, ham rasmiy holatda sizga yetkazib beriladi. Aynan chorvachi zavodida logistika xizmati ham mavjud bo'lib, butun O'zbekiston bo'yicha chorva yemlarini cheklanmagan miqdorda yetkazib berish imkoniyatiga ham ega. Aytgancha, bu mahsulotlarimiz 2 marta qat'iy laboratoriya tekshiruvdan o'tadi. Sifati toza bo'lgani uchun mingdan ortiq mijozlarimiz haligacha omborni mana shu yemlar bilan to'ldirib qo'ygan. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, aynan chorvachi zavodida ishlab chiqargan yem mahsulotlarining effekt darajasi 2-3 barobar yuqori hisoblanadi. Chorvachi zavodi bilan doimiy hamkorlik qilishni xohlasangiz va yuqoridagi mahsulotni birinchi qo'l zavod narxida xarid qilishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga telefon qilib, omboringizda sifatli yem bilan to'ldirib oling. Aka, bular vaqti tinmayapti. Baqirib tezroq ana fermadagi sigirlarni yerga olib qo'yasiz, ha? Bular ham izlab beradi lekin. Yo'q. Zo'r. Keyin aka, bularni hozir anosini aytib berdingiz, qanaqa bozordan mol olishdi va ratsionlarni tushuntirib berdingiz. Endi og'iliga o'tsak, bular qarang, hammasi baland qurilganda, bular nima chiqib ketish uchunmi yo nima uchun bular? Shu bo'yicha tushuntirsangiz. Qarang, buqalarni boqaverganingizdan keyin bo'yni to'ladi, gavdasi o'saveradi. Bo'ynining orqasidan mushak chiqadi. O'shani hisob ko'p kattaroq qurgan. Ya'ni yemish yeyotgan payti xalaqit qilmasin, ya'ni tiqilib qolmasligi uchun. Tiqilib qolishi ham mumkin-da, to'g'rimi? Shunday. Yem yeyotganda bo'yni beton bilan bu temirning orasiga tiqilib qolishi mumkin. Sigirlarda teskarisi edi-ku. Sigirlarning bo'yni ingichka bo'ladi. Bemalol olib yeyaveradi. Tushunarli. Bularda bo'yin
tushib ketadi. Ya'ni o'sha mushakning hisobiga kattarib ketadi. Bo'yni kachoklashib ketaver ekanda. Ha, shunday. Zo'r. Aka, og'ilxonasini qanaqa qilishimiz kerak bularni? Xuddi sigirlarga o'xshab ochiq qilishimiz kerakmi yo qanaqa? Bularda ham yorug'lik eng muhimi, shamol aylanishi, boqish sharoiti. Ya'ni siz bog'lab boqmoqchimisiz yoki qo'yib yuborib boqmoqchimisiz? Agar qo'yib yuborib boqmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunday ochiq joy, tagi doim quruq bo'lish uchun ko'proq quruq to'shab turish kerak. Bularga? Agar uyda 20-30 ta qilib bog'lab boqmoqchi bo'lsangiz, tagini betonlab, oxir qurib o'rtaga, ikki tomonga xuddi mana shunday temir qo'yib, ipni bog'laydigan mustahkamroq qoziq Qoq qo'yishimiz kerak ekan. Aka, keyin endi boshqa chorvadolar tushunsa kerak. Men baribir chorvada yangiman. O'sha uchun qo'yib yorib boqishda afzalligi nimada? Uyda mana bog'lab boqishda afzalligi nimada? Shu bo'yicha oziq ma'lumot bering aka. Xo'p, qo'yib yuborib boqish bu ko'proq sizda obyemingiz kattaroq bo'lsa, joyingiz keng bo'lsa va buqalaringiz ko'p bo'lsa, qo'yib yuborib boqqaningiz ma'qul. Ya'ni bu yerda erkin yuradi, bemalol yotadi, bemalol turadi, o'zi oziqlanib, kelganda oziqlanadi. Uy sharoitida kam harakat bo'ladi, tezroq semiradi. Tez fursatda tayyor bo'ladi. Tushunarli. Kam harakatlikning evaziga. Demak, fermada bo'lsa, kengroq bo'lgani yaxshiroq ekanda. Uyda bo'lgan bo'lsa, bog'lab boqib qo'ygani ma'qul. Zo'r. Aka, indamasiga bular o'zi qancha vaqtda tayyor bo'ladi, aka? Xo'p, buqalarni go'sht uchun boqish eng yaxshi payti 16 oylik. Sizda to'g'ri yana boqib ketaversangiz ko'proq go'sht qiladi, ko'proq pul olib keladi, lekin sizning foydangiz tushib ketadi. Ya'ni rentabillik darajasi bor iqtisodda. Rentabillik darajasi tushib ketadi. Buni o'sha o'zimizning olimlar ilmiy ish qilib isbotlab berishgan. Qaysi oyligida so'ygan ma'qul? Aynan o'sha galishtin zotini O'zbekiston sharoitida qancha muddatda boqish kerakligi to'g'risida ish olib borib isbotlab berishgan. Aka, bo'lmasa o'shani ozroq bo'lsa ham tushuncha bera olasizmi? Xo'p, tushuncha beraman. Qarang, siz buqani olib keldingiz, buqa, ya'ni yosh buzoq. Olib keldingiz, yem yeydi, yemish yeydi. Siz berib boshlaysiz. Bir kun 1 kilodan 1 oy примерно. Ikkinchi oy 2 kiloga ko'tarasiz, uchinchi oy yana ko'tarib ketaverasiz-ku. Siz qancha ko'p xarajat qilaverganingizdan keyin sizning foydangiz shuncha tushib ketaveradi. Qancha ko'p? Masalan, 1 yoshdan oshgandan keyin 7-8 kilo ozuqa yeydi, yem yeydi kuniga. Yo'q-a? 7-8 kilo yeydi. O'sha 1,5 yoshga yetganda 10 kiloga ko'tarib yuborish mumkin. Qancha bersangiz yeyveradi. Lekin semirib ham ketmaydi. Semirib ham ketmaydi. Siz qancha xarajat qilasiz? To'g'ri, shunga yarasha sotasiz, lekin foyda olishingiz tushib ketadi. Sizning birinchidan vaqtingiz ko'p ketadi. Masalan, 3 partiya boqib olguningizcha, bundan 3 partiya, 16 oylik qilsangiz 4 partiya boqib olishingiz mumkin. Masalan. Shuning evaziga sizning foydangiz ko'proq bo'ladi 16 oylikda boqish. 16 oylikgacha boqsangiz. Tushunarli. Demak, ana o gaplar yolg'on ekanda. Navoz boqsang, mana 1 martadan o'qisang 3 marta tashiydi degan gaplar yolg'on ekanda. Ular yolg'on. Zo'r. Bo'ldi aka, tushundim uni. O'zi boya so'radim, ma'lumot bo'lib ketdi hammasi. O'zi qancha bilan kirish kerak aka? 10 ta buqa uchun deylik. Masalan, 10 ta buqani 2 mingdan oldingiz deylik, o'zimizning bozorda. 20 ming. Yosh 20 ming. 10 ta buqa. Ozuqasiga. Xo'p. Masalan, 1 kilogram silosingiz 500 so'mdan tushadi. 500 so'mdan tushadi. Qancha ketadi? Masalan, bir kunga 10 kilo silos yeydi bittasi. To'g'ri, 30 bo'lsa ketdi, 300 kilo. 200 kilo. 500 so'mdan bu yoqqa yaq bir 500-600 da bor ekanda, to'g'rimi? Bitta boshdagi xarajati. Shunday. Yemiga. Zo'r, 20,500 bo'ldi. Yemishiga, faqat silosning o'ziga. Hali sizning shirotingiz bor. Ular ham bor. Hammasi alohida. Endi bu 1 yil bittaning bir kunligi. 10 kilogram desak, 20 ta bo'lsa, 200 kilogram silosingiz. Ana kalkulyator ochib hisoblaylik. Eng qiziq joyi deydik. Ketdi kalkulyator. Ketdi. Hop, 500 so'mdan ko'paytiramiz. 500 so'mdan bu yemi, silos yemi.
200 mingga 200 kilo. 200 kilo 100 ming. Ha, 100 ming so'm. Bir kunligi bu. Bir kunligi. Endi shuni 30 ga ko'paytiramiz. 3 million. 3 million so'm. Bir oyga. Bir oyga. Endi shurot-purotlar ham u ham bor. Hammasi bor. O'zi kirayotgan odam hammasini hisob-kitob qilib kiradi-da. Ha. O'zi tushunadi. Buncha xarajat qilib, buncha katta tavakkal qilib, hech narsani bilmasdan kirib bo'lmaydi. Albatta kim bilandir maslahat qiladi, o'zidan o'zi olib kelib, men bunday qilaman demaydi. Ya'ni kirayotgan odam aniq bilish kerak. Aniq bilib kiradi. Buqaga juda ham aniq bilish kerak ekan, chunki bunda uncha ko'p ham marja tashlamay ekanda, foydasi ko'p emas. Foydasi ko'p ham emas ekan. U doimiy постоянно pul bo'lib turishi uchun bu boqilar ekanda. Pul aylanib turish uchun boqiladi. To'g'ri foyda qiladi, qanchadir foyda qiladi, lekin baribir masalan 10 tani sotgandan keyin yana o'rniga yana 10 topib qo'yadi-da. Оборот bo'lib turaveradi. Оборот bo'lib turaveradi. Sigirchalik zo'r foyda bermaydi. Sut bu alohida. U har kuni foydasi bo'ladi. O'sha berayotgan senaj bor, u ham 500 so'mdan kelib tushadi kunlik, oyiga 3 million u ham. Keyin yemi, paxta shurot endi qanchadan oladi, dilerlar bilan qanchadan kelishadi u. U ham hali bozor o'ynab yotibdi. Masalan 6 mingdir, 5 mingdir. Xarajat katta-da bularning. Shunday. Endi buni o'zi aslida nima uchun boqadi endi aka? Shu faqat оборот uchun-da, to'g'rimi? Оборот uchun, pulni ushlab turish uchun, ozroq foyda olish uchun. Mana chetdan kelayotgan anolar ham shumi aka? Chetdan keladigan bo'rdoq buqalar ham. Shunday. Ular ham shunday. Ular o'zimizda tug'ilgan buqalarga nisbatan ko'proq go'sht qilib beradi. Ya'ni ularda nasl buzilmagan, bu yerga sharoitga o'rganmagan. Agar bu yerda sharoitini qilib bersangiz, bular o'zimizdagi buqalardan ko'ra 2-3 barobar yaxshi beradi. Yaxshiroq qilib beradi. Shu tomoniga e'tibor berish kerak ekan. Ya'ni chetdan olib kelingan zotdor aynan go'sht bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'shalar olib kelgan ma'qul ekan. Ular 60% dedingiz, adashmasam. 65%. Endi Anguslar 65%, 68% gacha qilib beradi. Bu 68% gacha toza go'sht beradi. Undan normal saqlab qoladi-da, xudo xolasa. Xo'p, shunday qilib aka, hozir hisoblab chiqdik. Bo'rdoqqa buqa boqishga o'pcha hisoblaganda 10 ta buqa uchun 40 minglar ketayotganda, naslli buqa uchun ketadi. Aynan zotdor uchun ketadi. Siz o'zimizning bozordan chiqib 10 milliondan, 12-13 milliondan terib olsangiz ham bo'ladi. Lekin u boya aytganingizdek sizning natijangizni bermaydi. Faqat оборот bu kam foyda olasiz. Tushunarli. Kam go'sht qiladi, kam foyda. Zo'r. Ergash aka, dangalini ayting-da. Mana shu bo'rdoq buqa boqishda ular tezroq semirtirish uchun geniga qaraymizmi yoki yemigami? Xo'p, gen avvalo birinchi o'rinda. Xo'p, birinchi o'rinda. Lekin geningiz qancha zo'r bo'lmasin, ozuqasini siz bermasangiz semirmaydi. Ya'ni o'sha proteinga boy bo'lgan ozuqa, ya'ni o'sha shirot, bu yoqda makka yormasi bor, biyda bor. O'shani bermasangiz u go'sht hosil qilmaydi. Yana albatta ularni balanslashtirib, ratsion asosida berishingiz va bitta tizimga tushib, o'sha tizim bo'yicha bersangiz, siz yaxshiroq natija olasiz. Aynan ratsionda belgilangan vaqtda bu kecham yoki erta ham, masalan, bir kun 9 da, bir kun 8 da, bir kun 10 da berishingiz umuman bu to'g'ri kelmaydi. Natija ola olmaysiz. Bir kun 8 dami, har kuni 8 da. Bir xil vaqtda berishingiz kerak. Tushunarli. Zo'r aka. Demak, asomnoy boyaga protein miqdori baland bo'lsa, shunda zo'r go'shtli bo'lar. Zo'r go'shtli bo'ladi. Zo'r. Aynan protein miqdori baland bo'lgan yemlarda, chorvachi yemlardan olsangiz bo'ladi, paxta shurotlarda. Aynan ularda protein miqdori 46% gacha tashkil qiladi. Pastdagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Aka, qarang, ko'pchilik sigir boqish bilan buqa boqishda bir xil qilar ekanda. O'shalarni o'zi aslida to'g'rimi? Ularni farqini tushuntirib berasiz agar noto'g'ri bo'lsa. Eng katta xato mana shu yerda. Siz sigirni go'sht uchun boqmaysiz-ku. Undan sut olasiz. Yoki buqani siz sut olish uchun boqmaysiz. To'g'ri. Bu go'sht olishingiz kerak. Bu ikkalasiga bir xil ozuqa berish u umuman xato. Masalan, siz sigir uchun boqyapsizmi? Sigir uchun shirali ozuqalarni ko'proq berishingiz kerak. Ya'ni shirali ozuqalar deganimiz silos, sinaj, shirali ozuqalar. Ular sut ishlab chiqaradi. Buqa boqishingizda konsentratni ko'paytirishingiz kerak, proteinni ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni
go'sht olish uchun. Ikkalasiga alohida ratsion berasiz. Masalan, ikkalasi ham somon bo'lishi mumkin, ikkalasi ham silos bo'lishi mumkin, ikkalasi ham sinaj bo'lishi mumkin. Yemlar bir xil bo'lishi mumkin. Lekin kilogrammida farq qilish kerak. Ya'ni 20 kilogramm silosni sigirga bersangiz bo'ladi, lekin nimaga buqaga berib bo'lmaydi. Bersangiz xarajatingiz oshib ketadi yoki semirmaydi. Yoki protein 20 kiloni anaga berib yuborsak, semirib ketadi, sut bermaydi. To'g'ri. Bola berishi ham sutlashadi. Ya'ni o'sha matkani, ya'ni bachadonni yog' bosib yuradi. Bunisiga ham farqlanadi. Yog' bosib yuradi. Siz 20 kilogramm yem berganingizdan keyin o'zi 4 kilogramm paxta churut berganingiz maksimalni 4 kilogramm sigirlar uchun. Undan oshirsangiz, jigar o'zi ishdan chiqib boshlayveradi. Shuncha paytgacha ba'zi bir nima deydi, chorvadorlarimiz xato aniq qilgan ekanmi? Albatta. Shunaqa zo'r foydali ma'lumotlar ketyapti. Hoziroq ekranga like bosishni unutmang, do'stlarga jo'natib qo'ying va albatta obuna bo'ling. Xo'p, keyingisi aka, endi burdagi boqa boqishda har xil kasalliklar bo'lar ekanda. Biz o'zi qanaqa kasalliklar bo'ladi bularga? Ularni oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda buqa boqib yurganingizdan keyin o'sha yem yeyveradi, qachondir kelib to'xtaydi. 3-4 kun yem yemay qo'yadi. Yem yemasligining, o'sha yemish yemasligining natijasi kilogramm tashlab ketadi. Buning oldini olish uchun haftada 1 kun qantarib turish kerak. Ko'pchilik qantarish mumkin emas, bu anavi sog'liqqa zarar deydi. Qantarish qanday bo'ladi? Berayotgan oziqangizni 60% ni berasiz. Agar uni ham bermasligingiz mumkin, oldida quruq beda bilan somon tashlab qo'yasiz. Snekka o'xshagan narsa ekan. Shunday. Qornini aldash uchun. Qorni to'lib turish uchun. Zo'r. Lekin umuman uzib ham qo'ymaykanmiz. Yo'q, uzib qo'ymaysiz. Umuman uzib qo'ymaysiz. Hech bo'lsa, ana aldab turadigan narsa berib qo'yishimiz kerak ekan. Ko'rlasizmi, qantarishdan ko'pchilik xato tushunadi. Ya'ni umuman bir kun davomida ozuqani uzib qo'yish kerak deyotganda, aslida bu narsa xato ekan. Xato. Zo'r tushundim. Somon bilan beda tashlab qo'ysangiz, oldida suv turadi, albatta. Qorni och qolgan paytda kelib yeydi. Ular qorinni shiradi, qorinda to'yganlik hissini beradi, lekin ana kuchli organizmga ta'sir qilmaydi. Shu. Keyingi kunlarda ham o'sha somon bilan bedani yeydi. Kilichatka normal kilichatka bo'ladi. Yem beraverganingizdan keyin kilichatka o'sha 1 haftaning mobaynida oshqozonda strukturani ushlab turadi. O'zi bu boyagi yemlarni qila olmasligi har qancha vaqtda kuzatilishi mumkin aka? Har qancha vaqtda biz qantarish qilishimiz kerak? Haftasiga 1 marta qilish kerak. Haftasiga 1 marta. Oyiga qilsa ham bo'ladi. Endi oyiga bu o'sha boshida boqib kelayotgan paytingizda. Yangi tug'ilgandan boshlab. Tug'ilgan, endi boqishni boshlaganingizda, burdoqiga tashlangan vaqtda berganingiz shunday bir oyda 1 marta, keyin vaqti kamaytirib boraveradi. Yemning kilogrammini oshiraverasiz. Qantarishning vaqtini kamaytiraverasiz. Ya'ni oldin 1 oyda 1 marta, keyin 15 kunda 1 marta, keyin haftasiga 1 marta o'tkazaversangiz bo'ladi. Oxirgi to'xtash haftasiga 1 marta bo'lar ekanda shunda. Unda ham och qo'ymaysiz molni. Aldab turaman qorni. Zo'r. Shu paytda ro'za tutayapti ekan, holat ekan. Yana qanaqa kasalliklari bor aka shu bo'yicha? Xo'p, navoz bir joyda turavergandan keyin tuyoq chirish kasalligi ko'proq bo'ladi. U vazn oshavergandan keyin ko'proq kuzatiladi. Demak, vazn oshsa tuyoq chirish anosi ko'p bo'lar ko'paveradi. Chunki bosim tushaveradi, yer qattiq, ko'proq tuyog'i yallig'lanib boshlaydi. Oldini ola olsangiz, har hafta 1 marta formalindan yoki medni kuprosni o'tkazib turganingiz ma'qul. Aptekada sotadi bular. Sotadi. Vet aptekalarda sotadi. O'tkazib turgan, vanna qilishingiz kerak. Agar o'shanda ham bo'lmasa, endi ichida bitta ikkita chiqib turadi. Yaxshi semirgan bo'lsa, go'shtga topshirib yuborganingiz maqsadga muvofiq. Ya'ni umuman foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, chem go'shtga topshirib ana qo'yganimiz yaxshiroq joyda. Siz qanchadir vaqtda davolaysiz. Siz doktorga to'laysiz, dori ukoliga to'laysiz. Sizning vaqtingiz, berayotgan yemishingiz ketadi. U 100% tuzalib ketmaydi. Yo'q. Meni doktorlar, veterinarlar yomon ko'rishi mumkin. 100% tuzalib ketadi deb. 100% tuzalib ketmaydi. U 1 oydan keyinmi, yana yuklama tushavergandan keyin yana asorati qolib ketaveradi. Qoladi, asorat qoladi.
Zo'r. Buning oldini olish bor, joyini quruq saqlash va o'sha vannadan, ya'ni metnik ko'proq yoki formalindan. Ikkalasidan ham o'tkazsa maqsadga juda yaxshi ish bo'ladi. Zo'r. Demak, aynan shu tuyoq chirishiga tushib qolgandan keyin vaqt davomida asorat qolib ketaver ekan, uni davosi bo'lmay qolar ekanda, по-любому. Shunday. Oyoq ketadi. Shuning oldini olish uchun обязательно siz aytgan boyagi vet dorixonalardan dorilarni olib surib turish kerak ekan. Albatta. Zo'r. Haftasiga bir marta. Haftasiga bir marta. Xo'p, yana qanaqa kasalliklar bo'lishi mumkin aka? Baribir chorvaga kirgan anavi nima yo'qotishdan qo'rqadi-da chorvador. O'sha uchun mana shu kasalliklar oldini olishda tushuntirib bersak bularga, ezon xudolasa kattaroq fermerlar bo'lib ketish anonsi bor-da. Albatta. Parazitlar. Tashqi va ichki parazitlar. Qanaqa bo'ladi ular aka? Ichki parazitlar, jigar qurti bor, oshqozon ichakdagi nimalar bor o'sha. U nimadan yuqadi aka? Ular tashqi muhitdan o'sha yem bilan berilayotgan yemlar. Sista hosil qilgan bo'ladi bir xillari. Hayot noqulay sharoitga tushib qoladi. Sista hosil qiladi. Biologiyani o'qiganlar endi yaxshi tushunadi. Hayotiy faoliyatini xuddi mana atmosfera, yerning atmosferasida o'sha atmosfera qilib oladi o'ziga, tashqi qobiqdan o'ralib oladi, tashqi muhitdan himoyalanadi. Qachonki o'sha yashash uchun yaxshi muhitga tushgan payti yana qaytadan rivojlanadi. O'sha yemning tarkibida bo'lishi mumkin. Ko'proq mana itlardan bu yuqadi yoki o'sha hayvonlardan oraliq xo'jayini bo'ladi, o'shalardan yuqib, mana bu somon, beda, o'sha ozuqalar, siloslardan ham yuqishi mumkin. Keyin parazit, tashqi parazitlar bor. Kana, bit. Ular nima qilmaydi? Rivojlantirmaydi. Ya'ni go'sht oldirmaydi. Ya'ni to'xtatib qo'ygan, pauza qilib qo'ygan-da. To'xtatib qo'ygan. Uning davosi aptekalarda bor. Xohlagan o'sha parazitga qarshi dorilarni olib kelib, o'sha birinchi uyga olib kelgan payti olib kelib, ukolni urib, keyin 6 oyda bir marta qilib turgan maqsad. Zo'r. Aka, endi bu tashqi tomonlama yo'q ekanda, o'zi bilan o'zi yuqmaydi, ya'ni mol ikkinchi molga yuqadimi, yo'qmi? Shunday holat ham. Ba'zilari bor, lekin kam kuzatiladi. Ba'zi turlari bor. 90 ga 10, 20 atrofi ekanda. Bir-biridan yuqishi kam. Yuqadi, qachonki siz olib kelgan molingizda tashqi parazitlar bo'lsa, unga ham o'tadi. Bitta joyda boqiladi. Shuning uchun aytayapman. Olib kelgan paytingiz sraz ukolni qilish kerak. Ya'ni parazitlarga qarshi. Molni bozordan olib kelganda yoki libojadan olib kelganda boqish uchun o'sha paytda sraz borib, tozalantirib, ukolini urib, hamma bitta dezinfeksiya qilib olish kerak ekanda. Zo'r. Rahmat aka, foydali ma'lumotlar uchun. Xudo xolasa, chorvadorlarimizga zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Nima deymiz endi? Agar chetdan haqiqatan ham zotdor ma'lumot olib kelmoqchi bo'lsangiz, foydasi haqiqatan ham yuqoriroq bo'lar ekan. Marjasi qancha bo'lishi mumkin aka ularda? Nimasi? Boyagi chetdan olib kelgan nasldor mollarni olib kelsak, yaxshiroq foyda bo'ladi dedingiz-ku. O'shalar примерно ana foydasi qancha bo'lishi mumkin? 30% yuqoriroq berish mumkin. 30% gacha berishi mumkin ekan. Zo'r. O'sha tomoni agarda o'zimizdan mahalliy mollar boqayotgan bo'lsangiz, unda faqat обороtingiz bo'lib turar ekan. Shu narsalarni tushunib oldim. Rahmat sizga kattakon. Xudo xolasa, mana shu video 1000 ta demaymiz, mayli, 500 ta like yig'adigan bo'lsa, polni hamma aytayotgan narsalarimizni amaliy ko'rsatib beramiz. Videoga like bosishni unutmang va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lishi uchun hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Va aynan yuqoridagi yemlarni chorvachi zavodidan xarid qilishlaringiz mumkin. Protein miqdori 46% tashkil etadi. Hozir pastdagi raqamlardan telefon qilib murojaat qilingizlar. Xayr, salomat bo'lingizlar, o'zingizga ehtiyot qilingizlar. Rahmat aka, katta. Sog' salomat bo'lingizlar. Kommentariyamiz ochiq.